Aqyo deyapman. Qaynota. Nuqqul eshigini qulflab qo'ygan-a. Eshik ochiq, kelaveram. Yo'q, ko'rmayapti, cho'ta. Qani kuyov? Kuyov pul yo'q deydi, stashkalar yotibdi. Bu spyatlimidi bu? Spyat shekilli turishidan botib qolyapman qandaydir. O, yaxshi ustalar ekan, stashkalarni ham zo'r kuyib berdi. Kuyov, ko'rinmas cho'ta. Ha, qaynota, yana keldingizmi? Sizmisiz? Men qarang, ish qilib borasiz. Hovliga hozir stashka kuydirib qo'ydim. Shu bosib kelganingiz yo'qmi? Yo'q. Ya, assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizda ham shunaqami? Yangi stashka kuydirsangiz, mana bunaqa taqamaylar qaynotangiz kelib turib ezib ketyaptimi? Buni chorasi topildi. Men sizga haqiqiy O'zbekistonda yagona bo'lgan professional stashka kuyish ustalarini tavsiya qilib qolaman. Taqamaylar, bu oynak emas, bu stashka. Oynak deb o'ylabman men. Ha, bu ustakalarimiz shunaqa stashkani oynakdek qilib yuboradi. Akatoyim, stashkani ko'rib maza qilibdingizmi? Kinoyim haydab borganda uydan borib, sochlaringiz tarab-tarab ikkinchisiga ketaverasiz. Ko'rib turgan stashkangiz mana bu oynak usuli bo'ladi. Bunisi bo'lsa taraq usulida qilingan. Mana bu ko'rib turgan stashkangiz yana 4 soatdan keyin mana shu holatga keladi. To'g'risi o'zim ham maza qilib Sizga narx qiziqmi? Narxini aytaman. Narxi 30 mingdan 40 minggadir. Ustakalarimiz O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Kamiga bunaqa bitta spark pulida turadigan apparatlarni olgan ichi qoralar ehtiyot bo'lasizlar, ammo ustakalarimiz pastga nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Sizga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, fonni aloqaga chiqaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.